bugun biz aslında atiga 4 ta tuxumni mana shunday katta biskvit pishirishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib tuxum solib olamiz. Tuxumni ketidan shakar solamiz. Shakar ketidan ko'krizning kraxmal solamiz. Iloji boricha harakat qilinglar. Kartoshkaning kraxmalini umuman olmanglar. Sababi kartoshkaning kraxmalini ishlasalaring biskvitlarning juda ham achchiq chiqadi. Ketidan razg'idil solamiz. Iloji boricha harakat qilinglar. Gollandskiy kakao ishlatishga, sababi gollandskiy kakaoning ta'mi shirin bo'lganligi sababli biskvitlaringiz solgan vaqtlaringiz juda ham shirin chiqadi. Va Avalex solamiz. Avaleximizning vazifasi biskvitimizni ko'tarib berishga yordam beradi. Avalexsiz biskvit pishirmaydi, chunki biskvitimizda o'xshamaydi. Va suv solamiz. Agarda kimdir uyida kola yoki Pepsi bo'lsa, maslahatim biskvit soling, chunki juda ham yaxshi chiqadi. Men hozir kola solaman. Oxirida vishsor un solamiz. Un solib bo'lganimizdan keyin mikser qilishni boshlaymiz. Taxminan 7 yoki 8 daqiqa yaxshilab mikser qilamiz. Mana shunday holat kelgandan keyin biskvitimiz tayyor bo'ladi. Endi buni 160-170 gradus 40-45 daqiqa pishirib olamiz. Cheki. Ko'rib turganlaringiz mana shu biskvitimiz 40 daqiqa pishib chiqdi. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska qilish esdan chiqmasin.